Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala hamdu sana aytimiz, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salom yo'llaymiz. Muhtaram musulmonlar, aziz vatandoshlarim, bugun 17 aprel, ya'ni biz jamoat bilan juma o'qilmagan 5-jumalarimiz bo'ldi. Mana hozir shu juma vaqti, jumada normalda namoz masjidda bo'lib, jumani xutbasini anglab, jamoat bilan namoz o'qiydigan shu vaqtimizdan ustida har biringlarni aslab, har biringlarga Allohning salomini yo'llash bilan birga, bugungi juma kuninglarning muborak bo'lishini Allohdan so'rash bilan birga, biz orzu qilib kelayotgan, biz kutayotgan mehmon, ya'ni Ramazon oyininki harfisi, jumasi hisoblanadi. Kelar jumaga biz inshaalloh ro'zul bo'lgan bo'lamiz. Bugün Şaban ayınınki 24. günüsü, Peyşembe günüsü, keleri hatta Peyşembe günüsü 30. Şaban buludu. Eğer Çarşembe günü keş ay kurulgelleki inek bolsa Peyşembe günü birinci rozu buluşu mümkün. Bu kalıdı. Eğer Çarşembe keş ay kurulmayan ahval aslında Peyşembe Şaban ayınınki 30 gününü toluklap Cuma günü birinci rozunu başlayımız inşallah. Yani biz bu münasebet bilen her yılı Ramazan kelişten bir hafta burun, yoki az qalgan vaqtida bir-birimizni eskartib, bir-birimizni tabrikleşip, Allah'ın bizga yeni bir qatım Ramazandan ibaret bo'lgan bu go'zal ne'matni berganligiga Allohga shukr aytish, Allohga o'zining cheksiz Allohning bizga qilayotgan in'omini eslashdan ibaret vaqtlarni o'tkazatdik, xushal tantana qilishatdik. Bu yilgi Ramazanimiz ilgirki o'xshamaydigan bir Ramazan. 5 hafta bo'ldi biz birlikda jamoat bilan namoz o'qimay o'tamiz. Bu Ramazan'da mı hazırki muşuk ahvalga qaraganda bu Ramazan hayatımızdaki birlikte kilip cemaat ile namaz okup, birlikte taravih namazı okup, birbirimizni iftarlıkta çağırıp, biz birbirimizni ziyaret qilib o'tkazgan bundak Ramazan bulmasdan özgeci bir Ramazan bulduğandak hemmimizge şundak tuyulup oturdu. Endi bu münasebet bilen ben bir neçe eskertip qo'yishni to'g'ri topdim. Birincisi, Ramazan Eyde rozu tutuş Allah'ın bizge buyurgan farz amellerden İslam dinimizdeki 5 asas prensipin birisi. Bu prensip vaqtninki oyak buyak buluşu bilen, yoki zamanның o'zgarib ketishi bilen, yoki shundaq bir hodisalarning yuz berishi bilen bu o'zgarib qolmaydi. Biz Ramazan oyida rozumuzni tutamiz, rozumuzni albatta davom qilamiz. Ba'zi bir apqashli gaplar va to'rlarda iqib yurgan Ramazan oyida bu koronavirus, Xitoy virusi yuz berayotgan ahvolda biz buni kechiktirib ahval yaxshi bo'lgan vaqtda Ramazonni o'zgartib shu vaqtda qilsak bo'lmamdi deganga o'xshash ba'zi gap so'zlar bo'layotdi. Bu asossiz gaplar, bundaq gaplarga parvo qilmaydi, qaramaydi. Chunki dinni bekituvchi Alloh, vaqtni bekituvchi Alloh, Ramazon oyining vaqtini bekitganmi Alloh. Biz buningga o'z ixtiyorimiz bilan ya uni undaq ya bundaq qilgan bizning haddimiz emas. Ikkinchi nuqta, Ramazon oyida biz taravih namozini birgalikda o'qiydigan odatimiz bordi. Shunda odatlanib ketgan buningga. Qur'on tilovat qiladigan, anglaydigan, bizning jamiyatimizda bo'lsa, har yil Ramazonda Qur'onni xatm qiladigan. Endi bu yil Ramazonda bu ish bo'lmasa qanday bo'lib ketadi deb bayram bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bir ibodatni birlikda qilmaganligimizga afsuslashimiz to'g'ri. Ammo biz buning bilan bu ibodatni qo'ldan berib qo'ymaymiz. Masjidga qilib taravih o'qamasak, uyimizda o'qisaqmi to'g'ri bo'laveradi. Aslida taravih namozi uyda o'qiladigan namoz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda o'qishni tashabbus qilgan va keyin sahobalarning davriga kelganda jamoat bilan o'qishni bular to'g'ri tepib jamoat bilan o'qiydigan bo'lgan. Shunga uyinglarda taravih namozini o'qinglar, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'linglar, zikrlar bilan mashg'ul bo'linglar, yaxshi amallarni qilishga oldiringlar. Yaxshi ishni qilish uchun bir o'ringa berib qilish emas, qayerda bo'lsa qilaveramiz, chunki bizning amal ibodatimizni, niyatimizni Alloh bilib turadi. Endi Ramazonda iftar chaqirishgan ishlarimiz bordi. Ko'plargan ahvollarda bir-birimizni shu munosabat bilan ko'rishatdik. Buni qilmay qoldik, qanday bo'lib ketadi? Buningdan bir yaram bo'lgan bo'lishi mumkin. Buningdan bir yaram bo'lmaydi qarindoshlar. Agar biz bu yerda bir-birimizni iftarga chaqirmasak, biz inshaalloh sadaqalarimiz bilan, zakatlarimiz bilan, xayr ihsonlarimiz bilan nurg'un mahrum qolgan, iqtisodiy jihatda qiyinchiligi bo'lgan qarindoshlarimizga yordam qilish orqali biz shu iftar berish orqali topadigan mukofotdan necha his yuqori mukofotni erishamiz, uni topamiz. Yana birisi, Ramazon oylarida umr qilsa ajoyib yaxshi bo'ladi degan ba'zi orzularni qilib, niyatlarni qilgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Mush Ramazonda bir umrga berib kelmay oilam bilan yoki bo'lmasa o'zim bo'lsin berib umr qilib olmay deydigan. Chunki Ramazon oyida umr qilsa xuddi buningki mukofoti alohida payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan umr qilgan bilan o'xshash degan hadislar bor. To'g'ri, buningki cho'ng iborat ekanligini bilamiz. Ama biz bunu qilamadik deb yine afsuslanmaydi. Chunki buningmi badali bor.
Agar haqiqiy umr qilish niyatimiz bo'lsa, biz uyimizda fajr namozini jamoat bilan o'qib bo'lgandan keyin, jay namozimizni o'tirib, kun chiqquncha zikr tasbihlarni aytib, Qur'on o'qib, undan keyin kun chiqqan vaqtida 2 rakat ishroq namozi, ya'ni chash namozi o'qib, undan keyin o'zimizningki normal ishga qaytsak, ishni qilsak, u vaqtda xuddi biz payg'ambar alayhisolatu vasallam umri qilgandan keyin mukofotga erishamiz. Qarindoshlarim, demak, Ramazon oyi vaqtni g'animat biladigan oy. Her bir minut, her bir sekunlarını kıymetli bilip bunun payda aladigan, Allah subhanahu ve ta'alaga yaqinlashib oladigan, o'tgan Ramazondan beri ba'zi bir jihatlerde aciz kelib qilib, hurulluq bilan yoki bir xatoliklarni qilib qolgan bo'lsak, iymonimiz shu tarafdan aciz qolgan bo'lsa, mana bu Ramazonda biz iymonimizni qayta yengilib oladigan bir fursat. Allah subhanahu ve ta'aladan bizning mush Ramazonga salomat yetishimizni va bu oydan mukammal foyda olishimizni Allah bizga nasib qilib berishini Allohdan so'raymiz. Hammanglarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Inshaalloh bu yil Ramazonimiz hammamizga muborak bo'lsin.